Sessiya ishi ochilsin degan takliflar tushmoqda. Shu taklifga qo'shilganlar qo'l ko'tarib tasdiq berishlarini so'rayman. Rahmat. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Rahmat, qabul qilindi. Xalq deputatlari viloyat kengashining navbatdagi 14-sessiyasini ochiq deb e'lon qilaman. Endi sessiya kotibini saylab olishimiz kerak. Sessiya kotibligiga 19-Qizilqum saylov okrugidan saylangan viloyat kengashi deputati Berdialiyeva Danagul Safarbayevani saylash to'g'risida taklif bor. Boshqa takliflar bormi? Ma'qul bo'lsa, tasdiqlab berishlaringizni so'rayman. Rahmat. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Sen qarab aytib turdi ekranga. Kim turibdi? Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Qabul qilindi, rahmat. Kotib marhamat ishga kirishishingiz mumkin. Hurmatli deputatlar, endi sessiya kun tartibi va reglamentini tasdiqlab olishimiz kerak. Sessiya ishini tartibli va sifatli o'tkazish maqsadida quyidagi reglamentga amal qilinishini so'rayman. Ma'ruzalar uchun 10-15 daqiqagacha, muzokara va savollar uchun 5-7 daqiqagacha vaqt ajratsak. Deputatlarda reglamentga o'zgartirish va qo'shimchalar bormi? Yo'q bo'lsa ovozga qo'yaman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Rahmat, qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, dastlabki masala mahallalar faoliyati takomillashtirishi munosabati bilan viloyatdagi mahallalarni tuzish, birlashtirish, bo'lish va tugatish, shuningdek ularning chegaralarini belgilash hamda o'zgartirish kiritish masalalari to'g'risida bo'lib, dastlab bu masala bo'yicha o'zim to'xtalib o'tsam. Vazirlar Mahkamasining 294-qaroriga asosan barcha viloyatlarda ana shu mahallalarni joylashishdan kelib chiqqan holda ularning geografik joylashuvi, aholi soni, mavjud xonadonlar soni va hududni xususiyatlaridan kelib chiqqan holda mahallalarni qisqartirish, ixchamlashtirish, umuman aytganda optimallashtirish bo'yicha masalalar qo'yilgan edi. Shu Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan viloyatda o'rganib chiqildi. 330 ta mahalla bor edi hozirgacha viloyatda. O'rganib chiqishlar natijasida bir-birini takrorlaydigan, bir-biriga o'sha juda yonma-yon joylashgan holda hammasini e'tiborga olgan holda 20 ta mahalla qisqartirishga qo'yildi. 20 ta mahalla qisqartiriladigan mahallalar hammasi tegishli tartibda mahalla fuqarolar yig'inlarining qarorlari va tuman shahar hokimlarining tegishli xatlari, iltimosnomalari asosida ko'rib chiqildi. Viloyat idoralararo komissiyasi tomonidan o'rganib chiqildi va viloyat idoralararo komissiyasi mana shu masalalarni ko'rib, tasdiqlab, hozir sessiyaga kiritdi. Shuning uchun endi hammalaring bilasizlar, tarqatilgan bu qaysi mahallalar ekanligini. 5 ta asosiy 5 ta tumanda bu birinchi etap hozir qisqartirish. Aslida butun respublika bo'yicha hozir shunday davom etyapti. Keyingi etaplar ham bo'ladi qisqartirish. Hozir birinchi etapda 20 ta mahalla qisqartirilishi taklif etilmoqda. Kimda qo'shimcha bor unga? Tushunarlimi hammaga? Chunki bu masala yuzasidan 2 oydan beri ishlab kelinyapti. 2 oydan beri ishlab kelinib, hammaga qilib, hozir o'sha mahallalar ham hammasi ogohlantirildi, hammaga yetkazildi. Hozir qo'shish ishlari amalga oshirilmoqda. Bo'lmasa ushbu masala yuzasidan qaror loyihasi tayyorlangan, qaror loyihasini tasdiqlab berishingizni so'rayman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Rahmat. Qaror qabul qilindi. Keyingi masala viloyat mahalliy byudjetining 2025-yildagi qo'shimcha manbalarini xarajatlarga yo'nalish to'g'risida bo'lib, so'z viloyat iqtisodiyot va moliya bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Boboqulov G'ulom Obloqulovga beriladi. G'ulom Obloqulov birdan ikkita masalani aytib o'tsangiz, birdan ikkita masala yuzasidan qaror qabul qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, g'afur quvvatli sessiya ishtirokchilari. Bugun o'sha viloyat mahalliy byudjetimizni 2023-yil birinchi chorak davomida aniqlangan qo'shimcha manbalar hisobidan bugungi kunda eng ijtimoiy soha obyektlari, olimlar murojaatlari va prezidentimizning farmon qaror ijrolari to'g'risida shular mablag'lar ko'zda tutilgan. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Byudjet kodeksining 27-126-moddalari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senat Kengashining
2022 yil 8 apreldagi 331 sonli qaror talablaridan kelib chiqib, bevosita ajratiladigan mablag'lar 10 kun davomida shu muhokamaga qo'yildi, ya'ni reglamentga. Shu mablag'larni biz ajratish ko'zda tutildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 yanvarda avgustdagi 38 97 sonli qaroriga asosan viloyatda ma'muriy harbiy sektor ma'muriy rivojlantirish jamg'armasiga, ya'ni bu bevosita o'sha mudofaa bo'limlarimizda, ya'ni o'sha mana Karmana tumani, Xatirchi tumani, Qiziltepa tumanlarimizda mudofaa bo'limlari bevosita qurilish ta'mirlash ishlari, jihozlash ishlari amalga oshirdi. Shu mablag'larni hisob kitob qilib 507 million so'm shu mablag'lar ajratamiz. Bundan tashqari viloyat hokimligining ma'muriy binosini foydalanish va saqlash bilan bog'liq xarajatlar, ya'ni kommunal to'lovlar, qo'riqlash bilan bog'liq xarajatlar, yoqilg'i xarajatlari bilan hisob kitob qilib 1 milliard 318 million so'm mablag'lar ajratilibdi. Bugungi mana muhtaram prezidentimizni yoshlarda 30 iyun kuni yoshlar bilan bog'liq bo'lgan e, bugungi bayrami, ya'ni o'sha yoshlar kuni munosabati bilan yoshlarni bevosita mana g'oliblari, yutuqlari bilan taqdirlash uchun 300 million so'm mablag'lar yoshlar ishlar boshqarmasiga 5 ta tashabbusi, ya'ni olimpiadasini yo'lasi tadbirlar bilan bog'liq xarajatlarga ajratamiz. Bundan tashqari mana o'tgan safar sessiyaga ham, yig'ilishda ham shu savollar tushuvdi. Bu bo'yicha ham O'zbekiston Respublikasi Prezidentimizning 2022 yil 18 noyabrdagi 427 sonli qaroriga asosan, e, ya'ni Bosh vazirimizni 29-sonli yig'ilish bayoniga asosan 1 milliard so'm bolalarni sog'lomlashtirish va aholini salomatligini tiklash ko'maklash jamg'armasi uchun, ya'ni o'sha lagerlar uchun mablag'lar 1 milliard so'm ajratamiz. Shunday maktab ish ta'lim boshqarmamizga O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 12 oktyabrdagi 638 sonli qaroriga asosan 502 million so'm so'kitovimizga asosan maktablarga inklyuziv sinflar tashkil etilyapti. Ya'ni o'sha har bitta e, aholini murojaatidan kelib chiqib, o'sha bolalarning talabidan kelib chiqib inklyuziv sinf tashkil etilyapti. Shu inklyuziv sinflarga so'kitovimizga 502 million so'm mablag' ajratamiz. Muhtaram prezidentimizning 26 martdagi 61 sonli farmon talablariga asosan mana Olmazor tajribasi asosida har bir hududlarda bittadan maktablarda shu muhandislik laboratoriyani tashkil etish uchun zarur bo'lgan jihozlar bilan hisob kitob qildik. Bularda ham 11 ta tuman shaharimizga 11 ta maktab jihozlash uchun 1 milliard 18 million so'm mablag' ko'zda tutamiz. Shunday mana e, 2025 yil atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili hamda viloyatimizda 2025 yil Alisher Navoiy yili deb nomlangan munosabati bilan hududlarda ijtimoiy bannerlar o'rnatildi. Bugungi kungacha mana shu bahor oyidan boshlab o'rnatib kelyapti. Bular hammasi o'rnatib kelib, bularni xatlov qilib hisob kitobini chiqardik. Bular hisob kitobga asosan 151 million so'm bunga mablag' ajratamiz. Sport boshqarmasiga, viloyat sport boshqarmasiga viloyatlar o'rtasida sport musobaqalari, festivallari, ya'ni olimpiadalarga ishtirok etishlari, bundan tashqari prezidentimizning 2024 yil 8 noyabrdagi 389 sonli qaroriga asosan ommaviy sport tarbiyalari kalendar rejasiga asosan adaptiv sport turlari, ya'ni o'sha ijtimoiy e, nogironligi bo'lgan shaxslar o'rtasida bo'ladigan musobaqalar hammasi hisob kitob qilib 760 million so'm mablag' sport boshqarmasiga 3 ta sport yo'nalishi bo'yicha mablag'lar ajratamiz. Sog'liqni saqlash boshqarmasiga mana bugungi kunda muhtaram prezidentimizning 88 farmoniga asosan raqamlashtirish munosabati bilan raqamlashtirish jarayonini amalga oshirish uchun, ya'ni o'sha kompyuter texnikalar sotib olish uchun 500 million so'm mablag' ko'zda tutamiz. Viloyat arxiv boshqarmamizda ham o'tgan yil mana binosi ta'mirlanib, arxiv boshqarmasi binosi ta'mirlanib foydalanishga topshirildi. Buni ham bevosita borib o'rganganimizda bugungi kunda o'sha aholi tashkilotlardan, aholilardan qabul qilgan hujjatlarni saqlash bilan bog'liq stilajlar talabini aniqlab 300 million so'm bunga mablag' ajratamiz. Ya'ni futbol assotsiatsiyasi bu mana O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 311 sonli qaroriga asosan 183 million so'm. Xuddi shunday kurash federatsiyasiga 48-81 sonli prezidentimizning qaroriga asosan 310 million so'm mablag'
Bular bevosita uchinchi chorakni saqlash bilan bog'liq xarajatlarga mablag' ko'zda tutamiz. Xuddi shunday yuqori aytganday, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 19 maydagi 88-sonli farmoni bu. Bu farmonda asosan bevosita har bitta hududlardan bittadan tuman shaharlar tanlangan. O'zimizdan Xatirchi tuman tibbiyot birlashmasi tanlandi. Bu Xatirchi tuman tibbiyot birlashmasini raqamlashtirish va moddiy texnika bazasini mustahkamlash, ya'ni bugungi kundagi shu talablarga javob berish uchun ya'ni remont, qurilish bilan bog'liq xarajat hammasi hisob kitob qilganimizda 5 milliard so'm qurilish bilan ta'minlash bog'liq xarajatlari, 5 milliard so'm moddiy texnika bazasiga mablag'lar ajratamiz. Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatlik ilmiy amaliy tibbiyot markaziga 115 million so'm, moddiy texnika bazasiga, xuddi shunday onkologiya dispanseriga 200 million so'm, G'azg'on shahar tibbiyot birlashmamiz 88-sonli farmoniga asosan 270 million so'm elektron tizimini yo'lga qo'yish uchun mablag'lar ko'zda tutildi. Ko'rmay tuman hokimligimizga bugungi kunda mana prezident PQ birinchi sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida o'sha chegara hududlariga zonalarni, chegara mintaqa kirish va yo'laklarni, chegara mintaqa ogohlantiruvchi belgilar, ya'ni shu signallarni o'rnatish uchun 100 million so'm. Xuddi shunday Tomdi tuman hokimimizga ham xuddi shunday birinchi sonli qarorga ogohlantirish signallar uchun 100 million so'm mablag'lar ko'zda tutamiz. Ijtimoiy soha obyektlarini umumiy hisobda aytadigan bo'lsak, yagona buyurtmachi injiniring kompaniyasiga Xatirchi tumanidagi 35-sonli, Navbahor tumanidagi kasb-hunar maktabi, Ko'rmay tumanidagi 2-sonli MTM binosini ta'mirlash uchun, buni xuddi shunday Xatirchi tuman 58-maktabimizni ta'mirlash uchun, umumiy hisobda ijtimoiy soha obyektlaridagi tushgan maktablarda, bog'chalarda, tibbiyot birlashmalarida mahalla fuqarolar yig'inlarini ta'minlash uchun yagona buyurtmachiga 11 milliard 490 million so'm mablag'lar ajratish ko'zda tutilib, bevosita shularga ajratamiz. Bugungi kunda bular bo'yicha ishlayapmiz ham, ishlarni boshlaganimiz ham bor, yana yangitdan boshlayotganlarimiz ham bor. Xuddi shunday ajratilyapti. Ya'ni keyin Ko'rmay tumanidagi soliq inspeksiya binosini mana eskirib ketgan bu binoni ta'mirlash uchun ham 500 million so'm mablag' ajratamiz. Umumiy hisobda mana O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining 331-sonli qaroriga asosan zaxira, ya'ni 13-bandiga asosan viloyat farmoyishi asosida viloyatdagi vaziyatlarni yetishtiriladigan, kechiktirib bo'lmaydigan xarajatlar uchun 7 milliard 100 million so'm. Umumiy hisobda aytadigan bo'lsak, 36 milliard 116 million so'm ofir quvvatish birinchi choragimizdan aslatganimiz qolgani bevosita ana shuni ijtimoiy soha obyektlari, farmon, qaror ijrolarini ta'minlash uchun mablag'lar ajratamiz. Ruxsat bersangiz ikkinchisini ham birdan aytsamda, keyin savol javobga o'tsak. Yana bitta qo'shimcha manba sifatida ajratamiz. Bu bevosita mahalliy byudjet tashkilotlarimizni bugungi kunda endi qisqartirish, ya'ni maqbullashtirish hisobidan maqbullashtirish ishlari ham amalga oshirilyapti. Bu Vazirlar Mahkamasining 6-sonli yig'ilish bayoniga asosan ijrosi ta'minlanyapti. Bu maqbullashtirilgan mablag'lar hisobidan bugungi kunda bevosita o'sha, ya'ni qanday maqbullashtirish, samarasiz shtatlar, ya'ni bir-birini takrorlovchi manbalar hisobidan ajratilgan mablag'lar, misol qaysidir manbani byudjetda mablag' ko'zda tutgan bo'lsak, lekin bugungi kunda uni vazirlik, yuqori turuvchi vazirligidan yo tashabbusli byudjet jamg'armasidan yo bo'lmasa bir xil texnikalar uchun mablag'lar ko'zda tutamiz, lekin bugungi kunda u texnika ishlamay turibdi. Shuning hisobiga maqbullashtirish ishlari amalga oshirilyapti. Shu maqbullashtirish hisobidan bevosita o'zimizda Karmana, Navbahor, Qiziltepa tumanlarimizda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 18-sonli 18 sentyabrdagi 52-46-sonli qaroriga asosan Islom taraqqiyot banki hisobidan OPEC xalqaro taraqqiyot jamg'arma mablag'lari hisobidan qurilish ta'mirlash ishlari amalga oshirilyapti. Bu qurilish ta'mirlash ishlari uchun bevosita yagona injiniring buyurtmachi kompaniyasi mas'ul qilib belgilangan. Mana bugungi kunda aytadigan bo'lsak, 46 milliard 400 million so'm mablag', 46 milliard 400 million so'm miqdorida, dollar miqdorida mablag' tutilgandi. Ya'ni umumiy hisobda 25 ta maktab, 12 ta maktab ta'lim
13 ta tibbiyot muassasasi, 277 kilometr ichki yo'l, 206 kilometr ichimlik suvi, 246 kilometr elektr tarmoqlari, 36 kilometr piyodalar yo'laklari va 16 kilometr sug'orish tizimi, 4 ta ko'prik, 6 ta mahalla binosini qurish bo'yicha umumiy hisobda shu 52/6 sonli qarorga asosan xalqaro moliya mablag' hisobidan mablag' rejalashtirish belgilangan. Shuni hisob kitob qilganimizda 4 milliard 100 million so'm mablag' buni ya'ni o'sha yagona buyurtmachini dastlabki saqlash bilan bog'liq xarajatlari, undan tashqari shu loyiha smeta hujjatlari bilan bog'liq xarajatlari uchun mablag'lar ko'zda tutildi. Shuning uchun buni ruxsatsiz bilan o'zimizni maqbullashtirish, ichki maqbullashtirilgan mablag'lar hisobidan 4 milliard 100 million so'm bevosita mablag'larni ajratish nazarda tutdik. Oxir quvvatish qisqacha hisobotim tugadi. Mikrofon. Ana sog'liqni saqlashda dolzarb 90 kunlik, ta'limda dolzarb 90 kunlik masalalar asosan eng kechiktirib bo'lmaydigan masalalarga yo'naltirilyapti. Bu Shunday, shunday. hammasi barchangizda shundaymi? Shunday, Ulambog' shunday. o'qilish. To'g'ri. Hammasi o'sha bugungi kunda 90 kunlik bevosita kechiktirib bo'lmaydigan xarajatlar uchun mablag'lar rejalashtiryapti. Mana qaror Ha, loyihasi ham tarqatilgan, hammasi maktab, bog'cha, balsa ta'lim sohasi. bu hammaga tushunarli bo'lsa kerak. Savollar bo'lsa marhamat. Ikkinchi masala, viloyat mahalliy byudjetining 25-yilda maqbullashtirilgan mablag'lar hisobidan yo'naltiriladigan mablag'lar. Buni ham 4 milliard 100 million. Buni ichini ham ochib nima qilib tarqab bering keyin. Ulambog' o'qilish. Tushundingizmi? Yo'q, İçini to'liq. buni ishini tahlab Расшифровкасini. qo'ydim. Da, tahlab qo'ydim, buni ochib beraman. Misol mana umumiy xarajatni aytadigan bo'lsak, Karmana tumanimizda saqlash bilan bog'liq o'sha Karmana Varq va Kalovat mahallasida maktabgacha ta'lim tashkilotlarini qurish va Do'stlik Talqon mahalla fuqaro yig'inidagi ta'lim sohasi, Varq Kumushkon, Varq Azamat mahallasidagi o'sha xizmat ko'rsatish markazlari qurish bilan bog'liq hisob kitob qilganimizda 2 milliard 85 million so'm hisob kitob bo'ldi. Bitta Karmana tumanimizda saqlash bilan bog'liq xarajatlar. Xuddi shunday Qiziltepa tumanimizda oladigan bo'lsak, Zarmita va Oqmachit, Azzavod va Arabxona mahalla fuqaro yig'ini o'sha qishloq vrach punktlarini qurish va maishiy xizmat ko'rsatish markazlari, ya'ni o'sha mahallalarni qurish bilan bog'liq xarajatlar hisob kitob qilganimizga 905 million 600 ming so'm bo'ldi. Navbahor tumanimizga tumanimizdan tushgan Navbahor tumanida Paxtakor va Navkor mahalla fuqaro yig'inidagi xizmat ko'rsatish markazini qurish va Navbahor tumanidagi Qorovultepa va Chorvoqguzar mahallalaridagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarini qurish bilan bog'liq hisob kitob qilganimizda 1 milliard 109 million so'm, jami 4 milliard 100 million so'm mablag' ana shu 3 ta tuman shaharimizdagi o'sha xalqaro moliya institutlari Islom taraqqiyot bankidan ajratilayotgan mablag'lar hisobidan amalga oshirilayotgan qurilish ta'minlash ishlarining xizmat xarajatlari to'g'ri kelyapti hisob kitobga. Rahmat. Savollar bormi? Ulambog' o'qilishga. Tushunarli bo'lsa, qaror loyihasi tayyorlangan. Qaror loyihasini bildirilgan taklif mulohazalar bilan to'ldirgan holda qabul qilishni ovozga qo'yaman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Ekranga qara. Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Qaror qabul qilindi. Rahmat. Ulamo o'qilish rahmat. Sizga Rahmat. chiqib ketishingiz mumkin. Rahmat. Oxir Rahmat. Hurmatli deputatlar, keyingi masala O'zbekiston 2030 harakatda strategiyasi va uni bajarish bo'yicha amaliy chora-tadbirlar, maqsadli ko'rsatkichlar hamda tashrif bayoni ijrosi haqida bo'lib, so'z Yuksalish harakatining viloyat hududiy bo'linmasi rahbari Jalilov Alijon Saydullayevga beradi. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar hamda sessiya ishtirokchilari.
Barchamizga ma'lumki, hurmatli prezidentimiz tomonidan mamlakatimizni yaqin yillarda rivojlantirishning asosiy ustuvor yo'nalishlarini o'zida mujassam etgan O'zbekiston 2030 strategiyasi qabul qilinib, har yillik strategiyada belgilangan vazifalarning ijrosini ta'minlashga qaratilgan davlat dasturlari qabul qilinmoqda. Prezidentimizning 2025 yil 30 yanvarda O'zbekiston 2030 strategiyasini atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi 16 sonli farmonini qabul qilingan va mazkur farmon ijrosini ta'minlash maqsadida viloyat hokimining tegishli qarori qabul qilinib, mazkur qarorga asosan davlat dasturi ijrosini ta'minlash yuzasidan 2025 yilga mo'ljallangan vazifalar, yo'nalishlar kesimida amaliy tadbirlar rejalari hamda ishlab chiqiladigan normativ huquqiy hujjatlar loyihalari takliflari ishlab chiqish bo'yicha chora-tadbir rejasi tasdiqlangan va ijroga qaratib kelinmoqda. Ushbu dastur demak 5 yo'nalishdan iborat bo'lib, amaliy chora-tadbirlar dasturi belgilangan va har mana shu chora-tadbirlarni bajarish muddatlari ko'rsatib o'tilgan. Viloyat hokimining yuqoridagi qarorida yuksalish harakati hududiy bo'linmasiga davlat dasturining amalga oshirilishi, shu jumladan joylarga chiqib jamoatchilik fikrini inobatga olgan holda tanqidiy o'rganib borish va natijalari bo'yicha har oyda viloyat hokimligiga axborot kiritib borish tavsiya etilgan bo'lib, hududiy bo'linma tomonidan mazkur qarorda belgilangan vazifalarning ijro muddati kelgan bandlari bo'yicha o'rganish, monitoringlar o'tkazilib, natijasi bo'yicha har oy yakuni bilan viloyat hokimligi axborot tahlil guruhiga va yuksalish harakati markaziy apparatiga axborot taqdim etib kelinmoqda. Harakatning viloyat bo'linmasi tomonidan joriy yilning o'tgan davri davomida ekspertlar, ommaviy axborot vositalari vakillari va jamoatchilik guruhlari a'zolari ishtirokida dasturning muddati kelgan bandlari bo'yicha 21 marotaba monitoring ishlari va 2 marotaba jamoatchilik eshituvlari o'tkazildi. Xususan, umumiy o'rta ta'lim maktablarini toza ichimlik suvi ta'minlash va sanitariya gigiyenik holati, aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash, xotin-qizlar va yoshlar bandligini ta'minlash, kichik sanoat zonalarida loyihalarni joylashtirish va yangi ish o'rinlari yaratish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar, boshqaruv servis kompaniyalari tomonidan aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlarning sifati, viloyatimizda yo'llarni qurish va ta'minlashda sifatni ta'minlash va yo'llarni svetoforlar bilan jihozlash, chiqindi poligonlarining holati, chiqindilarni o'z vaqtida olib chiqib ketilish va qayta ishlash borasida joyiga chiqqan holda viloyatimiz bo'yicha monitoring ishlari olib borildi. O'rganish natijalariga ko'ra aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha mas'ullarga tegishli taklif va tavsiyalar berilib, bartaraf etilishiga erishilmoqda. Qarorda belgilangan vazifalarning ijrosini to'liq va sifatli bajarishga erishish bilan bir qatorda bu borada qilinishi lozim bo'lgan vazifalar ham oydinlashmoqda. Xususan, dasturning birinchi maqsad birinchi bandida shakllantirilgan ro'yxatdagi mahallalarda maktabgacha ta'limning muqobil shakli bo'lgan muqobil guruhlar faoliyatini yo'lga qo'yish, bunda muqobil mobil guruhlar uchun maxsus jihozlangan avtobuslar ajratish hamda joylarda o'yin maydonchalarini tashkil etish vazifasi viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi tomonidan joriy yilning aprel-may oylarida amalga oshirilishi belgilangan. Amalga oshirilgan ishlar joyiga borib o'rganilganda mana shu mobil guruhlar tashkil etilgan, ammo mana shu chekka hududlarimizdagi 240 nafar bolani mana bugungi kunda o'sha yoz paytida ularni shu o'yin maydonchalari qurish masalalari kiritilgan bo'lib, bugungi kunda borib o'sha o'rganishlar davomida o'sha o'yin maydonchalari mablag' hisobiga qilib berilgan, lekin u yerda umuman bolalarda o'ynashga hech imkoniyat ham yo'q. Kerak bo'ladigan bo'lsa quyosh tig'ida o'rda bolalar o'ynash imkoniyati va o'yin maydonchalari bugungi kunda ba'zilar qarovsiz holda qolgan vaziyatlarni ham biz ko'rib keldik. Buni fotolavhalarni ham qilganmiz. Shuning uchun biz mana shu maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasiga tegishli ekspertlarimizni takliflarini berib, buni bartaraf etish choralarini ko'rish bo'yicha tavsiya. Bundan tashqari 3 ta avtobus sotib olingan. Shu Nurota tumaniga, Tomli tumaniga va mana shu Xatirch tumaniga, uzoq hududlarga mana shu mobil guruhlarni bolalarni o'ynash uchun o'sha ta'minlash maqsadida. Lekin bugungi kunda bu avtobuslarda aholi ham mana shu tuman ba'zilari tuman markazida turibdi. So'raydigan bo'lsak, buni hali nomer olishga olib kelganmiz, har xil bahonalar bilan. Demak, mana shu band ijrosi bo'yicha, lekin haqiqatdan mana tegishli tashkilotlar tomonidan mablag' ajratib qilib berilgan, lekin buni samaradorligi umuman ko'rinmayapti.
Shuning uchun biz maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasiga tegishli xatlarimizni yubordik. Yana mana sessiyadan agar qatnashayotgan bo'lsa, mana shu kamchiliklarni o'z vaqtida demak bartaraf etish choralarini ko'rishni so'rab qoldik. Bundan tashqari mana shu tibbiyot sohasida ham xuddi shunday o'rganishlar olib borilganimizda Nurotda, Tomdi va Uchquduq tumanlari tibbiyot birlashmalarining birlamchi tibbiyot sanitariya tibbiy yordam muassasalarida oilaviy shifokorlik shtatlarining vakantligi bu bo'yicha bu holat esa aholiga tibbiy xizmati sifatida ko'rsatilmayotganligini holatlarini kuzatdik va mana shu tibbiyot sohasidagi demak masalalarni ham tibbiyot birlashmasiga o'zimizni taklif tavsiyalarimizni berdik. Bundan tashqari mana shu bugungi kunda mana shu tibbiyot sohasini raqamlashtirish masalasi juda ham global masala bo'lib turibdi. Demak, buni mana dolzarb 90 kunlik masalasida ham biz o'zimiz saylangan hududlarda ham o'rganishlar olib bordik, lekin bugungi kunda tibbiyot sohasida mana yuqorida moliyani ham ma'ruzasida demak o'sha texnika masalalarni olib borish ko'rsatilgan, lekin juda ham ko'p mana shu tibbiyot muassasalarida kompyuterlar yetishmasligi, shu bilan birga demak mana shu eskirgan demak uskunalardan foydalanish holatlarining ham demak guvohi bo'ldi. Shu bilan bir qatorda aholini dori vositalari bilan qamrab olishni degan bir qator kamchiliklar mavjud bo'lib, jumladan G'azg'on va Tomdi tumanlarida xususiy va ijtimoiy dorixonalar yetarli emasligi tufayli aholini ovoragarchiligi. Mana Tomdida borib o'rganganimizda dori kerak bo'ladigan bo'lsa, Zarafshon shahriga kelib ketishga to'g'ri kelyapti. Chunki mana shu ijtimoiy dorixonalarda ham yetishmaslik masalalari mana shu demak kuzatildi. Endi xuddi shuningdek mana 2022-yil 25-noyabr kuni muhtaram prezidentimizni Navoiy viloyatiga tashrifi davomida Xalq deputatlari Navoiy viloyati kengashi navbatdan tashqari sessiyasida hamda obyektlarga tashrifi, uchrashuvlar va tadbirlarda bergan topshiriqlar davomida 77-sonli demak bayoni tasdiqlangan. Shu bayonda 223 ta topshiriqlardan iborat bo'lgan ijrosini ta'minlash muddatlari 2022-yilning 2025-yilgacha bo'lgan davrda belgilab berilgan. Shu jumladan mana shu bugungi kunda buni ham demak monitoring ishlarini olib borganimizda bugungi kunga kelib topshiriqlarning 211 tasini demak 90.5% bajarilganligini ijrosi sifatida ta'minlanganligi, qolgan 22 ta band bo'yicha mana shu yilning oxirigacha demak ishlarni yakuniga yetkazish bo'yicha demak ma'lumotlarni yetganmiz. Axborotim tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa marhamat. Marhamat, savollar bormi? Savollar bo'lmasa qaror. Menda bitta savol bor edi. Marhamat. Assalomu alaykum, Bobur Quvvatovich, bugun sessiya qatnashchilari. Hozir endi men haligi meditsina to'g'risida gap ketayotgani, biz ham Nurotaga borib ahvolni o'rganganimizda bitta eng ayanchli ahvolga haligi shohida bo'ldikda. Dorilar ham haligi birinchi kerak bo'ladigan dorilar ham boshqa dorilar ham hammasi auksion orqali tenderga qo'yilar ekanda, u olib kelingan dorilar tenderda yutganlar Namangandanmi, Toshkentdanmi, o'sha yerdan yutib turib, keyin taksi orqali jo'natilar ekan. Bu kelgancha uni saqlanish haligi talabi umuman rioya qilinmaydi. U dorini qanaqa ahvolda kelyapti, qanaqa sifati, bir xillarini o'zi haligi srok, haligi foydalanish muddati ham yaqinlashib qolgan. Uni yana qaytarib qabul qilmasdan jo'natib yuboradigan bo'lsangiz, ancha muammo bo'lar ekan. Shuning uchun o'sha Nurota tibbiyot bo'limi xodimlari iltimos qilishdiki, agar ilgari o'sha markazlashgan holda dorilar tarqatilar ekan o'zi razryadka bilan. O'sha narsani tiklab beringlar deb iltimos qilishdi. Men endi bugun bu masalaga taalluqlimi bilmadim, lekin o'sha shu ahvol, ayanchli ahvol bor tumanlardagi tibbiyot birlashmalarida, больницalarda. Rahmat. Rahmat, savolingiz uchun, taklifingiz juda o'rinli. Marhamat, bunga javob berish uchun so'zni studiyadan qatnashyapti viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Nurali Safoyevga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'quvchilari Abdurazzoq juda to'g'ri fikrda aytib o'tdilar. Mana oldin haqiqatan dori-darmon aksionerlik jamiyati tomonidan o'sha to'g'ridan to'g'ri shartnomalar orqali dori vositalarini xaridi
amalga oshirilardi va yetkazib berilardi. Bugungi kunda mana shu tizimda korrupsiya mexanizmlarini oldini olish, umuman o'sha til biriktirilgan holatda shartnomalar imzolanishini oldini olish maqsadida bular o'sha belgilangan tartibda davlat xaridlari to'g'risidagi qonun talablari asosida xarid qilinadi. O'sha mana demak aktivliklar deymiz, o'sha ulgurji tartibdagi yetkazib beruvchilar tomonidan sertifikati albatta bo'lishi kerak. Agar u sertifikati bo'lmasa, u o'sha davlat xaridlarida ishtirok ham etolmaydi. Bu sertifikatlarni eng asosiy talablaridan bittasi o'sha refrigeratorlik transport vositasini, ya'ni joygacha yetkazib beradigan transport vositasini bo'lishi zarurati bo'ladi. Agar o'sha refrigeratorlik mashinasi bo'lmaydigan bo'lsa, bu GPP deymiz, o'sha yaxshi xalqaro sertifikatga ega bo'lolmaydi va davlat xaridlarida ham ishtirok etolmaydi. Mana shu uchun bugungi kunda bu texnik jihatdan nazoratga olishni talab qiladi. Sababi bu agar refrigeratorlik mashinasi bo'lmasdan turib bizaga o'sha avtobusda yoki boshqa narsada jo'natadigan bo'lsa, avvalambor bizani o'zimizni xodimlar tomonidan bu qabul qilinishi kerak emas. Chunki yetkazib berilganda o'sha maxsus har bitta dori vositasini o'zini buyruqnomasida, demak, qaysi sharoitda tashish kerak, uni qaysi sharoitda saqlash kerak degan masalalari bor. Haqiqatdan biza qaysi viloyatdan yetkazib beruvchi buni yutib olishi yoki qaysi viloyatdan yetkazib berilishi haqida birinchi ma'lumotga ega bo'lmaymiz. Haqiqatdan davlat xaridlari to'g'risidagi qonunda ham bu narsani bilish, o'sha monopoliyani qarshi kurashish shartlari bilmaslik shartlaridan biri hisoblanadi. Mana hozirgi o'tgan 2024 yilda hurmatli prezidentimiz 14 sonli qarorlari chiqqan edi, davlat xaridlari markazlarini tashkil qilish bo'yicha. Mana hozir mana shu davlat xaridlari markazlari ham bosqichma-bosqich tashkil qilinyapti. O'sha topshiriq bo'yicha mana yil yakuniga qadar tashkil qilinishi kerak. Agar mana shu davlat xaridlari markazlari 100% agar hozir ular transport vositalarini ham sotib olyapti, hududiy bo'linmalarni ham strukturalarni tasdiqlab ro'yxatdan o'tkazyapti. Agar mana shu narsa yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, shunda o'sha davlat xaridlari markazi tomonidan bevosita ishlab chiqaruvchilarning o'zidan dori vositasi sotib olinadi. O'sha belgilangan talab asosida bu dori vositalari tibbiyot muassasalarigacha yetkazib berish ta'minlanadi. Ungacha asosiy masala bizani o'zimizni tibbiyot xodimlari tomonidan agar o'sha avtobusda yoki boshqa transport vositasida jo'natiladigan bo'lsa, buni saqlash yoki tashish sharoiti buzilgan deb, bu boshqa Namangandan bo'ladimi, Vodiydan, Toshkentdan bo'ladimi, uni qaytarib yuborish huquqiga ega. Chunki toki ular qabul qilib olmasa, uni qolgan o'sha shot fakturasini qabul qilmasa, mablag'i o'tmaydi va uni yetkazib beruvchi majbur bo'ladi o'sha belgilangan tartibda olib kelishga. Bundan tashqari uni belgilangan o'zini mutaxassislar tomonidan ko'rib qabul qilib olinadi. O'sha tartiblarga amal qiladigan bo'lsa, muammo chiqmaydi. Agar mana xaridlar markazi ham tashkil bo'lib, xudo xohlasa yil oxirida tashkil bo'ladigan bo'lsa, bu muammolar ham o'ylayman yechimini topadi. Lekin hozir biza umuman bu tartibni buzishga haqqimiz yo'q. Davlat xaridlari to'g'risidagi o'sha belgilangan tartibda davlat xaridlari to'g'risidagi qonun talablari asosida o'sha birja orqali dori vositalarini qilishga majburmiz. Rahmat, axborotim tugadi. Rahmat. Nurali Ne'matovich, batafsil tushuntirdingiz. Agar yana savollar bo'lsa, marhamat, kimdadir. Nurali Ne'matovich, yana bitta mana yozma savol tushibdi. Ijtimoiy dorixonalar to'g'risida G'azg'on shahrida va Nurota tumanlarida muammolar bor ijtimoiy dorixona masalasida. Marhamat. Menga berdi. Kim meniki yo'q qilgan? Nurali Sayfullah, tushundingizmi? Tushundim. Mikrofonim o'chib qolibdi, uzr so'rayman. Hurmatli prezidentimiz qarorlari bilan aksiyadorlik jamiyati sifatida Navoiy dori-darmon aksiyadorlik jamiyati qayta tashkil qilingan edi, oldin davlat muassasasi edi. Shu sababdan biza taklif bilan ham chiqqanmiz, joy berishga ham tayyormiz, sharoit yetkazib berishga ham tayyor, yaratib berishga ham tayyormiz. Lekin dorixona ochishdan oldin agar uni mana men haqiqatdan bilaman, G'azg'on shahrimizda haqiqatdan dorixona masalasi muammo. Shuning uchun biz tibbiyot birlashmasining hududidan ham mana yangi qurilayotgan markaziy shifoxona hududidan ham joy berishga tayyormiz.
Lekin bir necha marta murojaat ham qilganmiz. Baribir bu narsani agar ular litsenziya talabiga javob beradigan xodimi bo'lmasa, dori darmon aksiyadorlik jamiyati tomonidan bunga litsenziya olinmasa, u yerda bilamiz, har bitta dori vositasini inson hayotiga ta'siri bor. Shuning uchun bu masalada biza mana shu kengash hozir yig'ilishdan so'ng yana aksiyadorlik jamiyatiga, ya'ni dori darmon aksiyadorlik jamiyatiga yana murojaat bilan chiqamiz. Agar ular tashabbus bildiradigan bo'lsa, bizada joy masalasidan biz har qanaqasiga yordam berishga tayyormiz. O'sha litsenziyaga mos bo'lgan joyimizni ajratib beramiz. Faqatgina dori darmon aksiyadorlik jamiyati tomonidan shu joyga litsenziya olib faoliyatini yo'lga qo'yish kerak. Bu yerda ham eng katta muammomiz o'sha farmatsevt xodimlarning yetishmovchiligi bo'lyapti bugungi kunda. Chunki agar oliy ma'lumotli farmatsevt bo'lmasa, bu belgilangan tartibda litsenziya ololmaslik xavfi mavjud. Mana shu uchun bu haqiqatdan Nurota shahri, Nurota tumanimizda bor dorixonalar. Bu yerda unaqa katta muammo emas, lekin G'azg'on shahrida haqiqatdan hozirgi kunda bilan mavjud. Shuning uchun biza muassasaning ichidan hozir joy berib tayyorlab turibmiz. Agar yana biza gaplashamiz dori darmon aksiyadorlik jamiyati rahbariyati bilan, yana agar ular tashabbus bildiradigan bo'lsa, joy berishga tayyormiz. Faqat endi hozir davlat korxonasi emas, ular ham aksiyadorlik jamiyati bo'lgani uchun biz ham ulardan iltimos qilib ko'ramiz. Nurali Ne'matullaevich, axborotingiz uchun rahmat. Baribir endi sog'liqni saqlash tizimida viloyatda umumiy siyosat siz tomoningizdan olib boriladi. Shundan kelib chiqqan holda bu baribir aholini qiynaydigan, aholiga talab qiladigan muammolardan biri. O'zingiz shug'ullanib oxirigacha hal qilsangiz yaxshi bo'lar edi. Xo'p, bo'ladi. Tushunaman. Rahmat. Rahmat. Savollar bormi yana? Yo'qmi? Savollar bo'lmasa, qaror loyihasi tayyorlangan. Qaror loyihasiga hozirgi taklif, mulohazalarni qo'shgan holda qaror loyihasini ovozga qo'yaman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Rahmat. Qaror qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, keyingi masala o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risida bo'lib, so'z viloyat adliya boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Farmonov Zafar Nizomovga beriladi. Marhamat. va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi qonun 2024 yil 8 noyabr kunidan kuchga kirgan. Ushbu qonun o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalarining huquqiy holatini tartibga solish, fuqarolarga va tadbirkorlarga bino va inshootlarga egalik huquqini olish imkoniyatini yaratadi. Qonunning 14-moddasiga muvofiq o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan bino va inshootlarga taalluqli ma'lumotlarni va hujjatlarni kelishish kadastr agentligining avtomatlashtirilgan axborot tizimi orqali amalga oshirilishi belgilangan. Shuningdek, qonunga muvofiq prokuratura va adliya organlariga ma'lumot va hujjatlarni avtomatlashtirilgan axborot tizimiga kiritilishi ustidan nazorat olib borish vazifasi yuklatilgan. Navoiy viloyatida bugungi kunda 937-sonli qonun ijrosi yuzasidan kadastr organlari tomonidan jami 5582 ta obyektning yig'ma jildlari e'tirofga kiritilgan. Mazkur obyektlarning 4983 tasi vakolatli tashkilotlar xulosa berish bosqichida bo'lsa, 290 tasi jamoatchilikka e'lon qilingan holda turibdi. Jami 309 ta obyektlar xulosa olish uchun adliya boshqarmasiga o'tgan bo'lsa, adliya xodimlari tomonidan 149 ta obyekt vakolatli tashkilotlarga xulosalarni tahrirlash uchun yuborilgan. Jami 94 ta obyektga adliya boshqarmasi tomonidan ijobiy xulosa berilib, to'lovga o'tgan. Shundan 64 ta obyekt bo'yicha to'lov ishlari amalga oshirilgan. Qonunning 23-moddasida tegishli shaxslar tomonidan bir martalik to'lov to'langan taqdirda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengash, Xalq hududlari, viloyatlar va Toshkent shahar kengashlariga yuborilgan ma'lumotlar, hujjatlar 3 oy ichida Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengashining, Xalq hududlari, viloyatlar va Toshkent shahar kengashlarining sessiyalarida muhokama qilinishi belgilangan. Yuqoridagilarga asosan, hurmatli G'ofur Quvvatovich, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari, 30 nafar fuqarolarga yakka tartibda uy-joy qurish orqali o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkasiga bo'lgan ijara huquqini hamda unda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan mulk huquqini e'tirof etishingizni so'rayman. Axborotim tugadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. G'ofur Quvvatovich.
Savollar bo'lsa javob berishga harakat qilamiz. Zafar Nizomovchiga katta rahmat. Endi hurmatli deputatlar, bu masalani har bir sessiyada ko'ryapmiz. Bundan keyingi nimada ham ko'rib chiqib ketaveradi. Chunki qachonki bular mana shu e'tirof etish to'g'risidagi masalalarni tayyorlab sessiyaga kiritaversa, biz har bitta sessiyamizda ko'ramiz. O'tgan sessiyadan ko'rilgan savollar bormi yana? Menimcha hammaga tushunarli bo'lsa kerak. Marhamat, ovozga qo'yaman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Rahmat, qaror qabul qilindi. Zafar Nizomovich, rahmat sizga. Rahmat sizga. Rahmat. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, keyingi masala viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi va uning quyi tizimlarida korrupsiyaga qarshi kurashish, uni oldini olish borasida amalga oshirgan ishlar hamda kelgusidagi vazifalar to'g'risida bo'lib, so'z Sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Safoyev Nurali Ne'matullayevga beriladi. Marhamat. Rahmat. Hurmatli ishtirokchilar. Mana hammamiz xabarimiz bor. Hurmatli Prezidentimiz tomonidan 2023-yil 5-mart kuni o'sha Milliy Respublika korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengashida bir qator topshiriqlar berilgandi va mana shu ayniqsa sog'liqni saqlash bir qator sohalar bilan birgalikda sog'liqni saqlash sohasida ham korrupsion holatlarni, ayniqsa maishiy korrupsiyani juda yuqori darajada ekanligi qattiq tanqid qilingandi va tegishli choralar va yo'nalishlar belgilab berilgan edi. Mana shu topshiriqlar umuman belgilab berilgan yo'nalish ijrosini ta'minlash maqsadida yo'l xarita ham ishlab chiqilgan edi. Mana shu yo'l xarita ijrosini ta'minlash umuman sog'liqni saqlash sohasini korrupsiyasiz sohaga aylantirish bo'yicha ham viloyatda ham bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Shunga qaramasdan mana korrupsion holatda ham uchrab kelmoqda. Mana yaqindagina o'sha Navoiy viloyatida korrupsiyaga qarshi kurash demak milliy kengashini o'sha sayyor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Sayyor yig'ilishda ham bir qancha o'sha muammolar, bir qancha holatlar bo'yicha tanqidiy material o'qib eshittirildi. Mana shunda ham o'sha 9 ta holatda turli xil rahbarlar, umuman tibbiyot xodimlariga nisbatan jinoyat ishlari ochirilganligi, ushbu jinoyatlarni korrupsion holatlar bilan bog'liqligi yoki o'sha buxgalteriya hisobini yuritish bilan bog'liq bo'lgan holatlarda turli bilimi yetarli bo'lmaganligi sabab yuzaga kelib chiqqanligi, umuman boshqarmada 20 mingdan ortiq xodim ishlashiga qaramasdan o'sha compliance xizmatlari mavjud emasligi ham tanqid ostiga olingandi. Bundan tashqari o'sha ishga kirish bilan bog'liq bo'lgan holatlarda, bundan tashqari dori vositalari, umuman korrupsion holatlar bo'yicha ham kerakli tavsiyalar berilgan edi. Mana shu tavsiyalar asosida tegishli o'sha sog'liqni saqlash vazirligining buyrug'i bilan bugungi kunda Navoiy viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi tarkibida ham o'sha komplians xizmati tashkil qilindi. O'sha tegishli buyruq bilan ushbu komplians xizmati xodimi faoliyati yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari o'sha korrupsiyaga qarshi kurash milliy agentligining tavsiyasi bilan barcha muassasalarda o'sha ko'rinib turadigan joylarda demak pullik xizmatlar hamda tekinga tarqatiladigan dori vositalarini to'g'risida axborotnomalarni demak axborotnomalarni ko'rsatish. Bundan tashqari o'sha sog'liqni saqlash boshqarmasi va sog'liqni saqlash vazirligining ishonch telefonlarini o'sha to'g'ridan to'g'ri o'sha nima demak go'shakni ko'tarishi bilan to'g'ridan to'g'ri bog'lanadigan shaklda telefon bilan o'rnatish masalasi. Bu masala ham demak viloyatdagi 180 dan ortiq bo'lgan muassasalarni yuridik maqomga ega bo'lganlarni o'sha 44 tasida barchasida o'sha telefonlar o'rnatildi va bularning o'sha faoliyati sog'liqni saqlash boshqarmasining ishonch telefoni 1103 hamda sog'liqni saqlash vazirligining 1103 telefon raqamlariga ulanish ta'minlandi. Bundan tashqari o'sha viloyat prokuraturasi bilan hamkorlikda o'sha sohani demak sog'liqni saqlashni korrupsiyasiz sohaga aylantirish bo'yicha memorandum imzolandi hamda bu bo'yicha ham tegishli yo'l xarita belgilab olindi. Mana shu yo'l xarita asosida bugungi kunda bizning demak Qiziltepa, Xatirchi, Karmana tumanlari hamda Navoiy shahrida bugungi kunda tekshirishlar olib borilyapti, o'rganish ishlari olib borilyapti. Mana shu o'rganish yakuniga ko'ra yana muhokamasi belgilangan viloyat prokuraturasi bilan birgalikda. Shuningdek, o'sha yerda o'qib o'tilganida mana demak sayyor yig'ilishda o'qib o'tilganida Zarafshon shahri
Undan tashqari Navoiy shahrida ikkinchi o'ylab poliklinika, viloyatdagi narkologiya dispanseri faoliyati, Qiziltepa tuman tibbiyot birlashmalarini faoliyati tanqidiy muhokama qilingandi. Mana shundan keyin ikkita muassasada demak turli xil o'sha darajadagi rahbarlarda o'zgarishlar biz qilishga majbur bo'ldik. Rotatsiya yoki o'sha ishdan bo'shatish holatlarini amalga oshirishga majbur bo'ldik va bu bo'yicha o'sha boshqa muassasalarga ham o'rnak bo'lishi uchun o'sha yig'ilishlarda ham bu materiallar o'qib eshittirildi. Albatta o'sha tug'ruqxonalar bo'yicha ham mana targ'ibot ishlari hattoki o'sha davlat xavfsizlik xizmati bilan birgalikda ham o'sha roliklar tayyorlangan holatda tug'ruq kompleksining rahbarlari bilan 14 ta demak tug'ruqxona rahbarlari umuman tug'ruq bo'limi xodimlari bilan yopiq holatda yig'ilishlar o'tkazildi. Bu ham o'zini bir qancha o'shandan keyin natijalarni ham berdi. Sababi o'sha xodimlar tomonidan ham o'sha korrupsion holatlarni oldini olish bo'yicha murojaatlar ham kelib tusha boshladi mana shu yig'ilishdan keyin. Bundan tashqari o'sha Karmana tumanida ham bu davlat xavfsizlik xizmati, ichki ishlar boshqarmasi va viloyat prokuraturasi bilan hamkorlikda o'sha birgalikda o'rganishlar o'tkazilishi natijasida ham bir qancha o'sha yuzaga kelishi mumkin bo'lgan holatlar oldi olindi. Bundan tashqari o'sha bir necha yillar davomida yuzaga kelgan ayrim bir korrupsion holatlar aniqlanib, tegishli tartibda o'sha choralari ko'rildi. Albatta bu chora ko'rish bilan emas, o'sha demak yig'ilishda ham demak yo'l xaritada ham ko'rsatildiki, buni oldini olish bo'yicha ishlashimiz zarurligi. Mana shu bo'yicha hozir mana umuman yig'ilishdan keyin mana 8 marta yig'ilish o'tkazilgan bo'lsa, 85 ga yaqin agentlik bilan hamkorlikda o'sha flayerlar va tarqatma materiallari borib o'sha har bitta muassasaga yopishtirib chiqish ishlarini ham amalga oshiryapmiz. Bundan tashqari o'sha aytib o'tganimdek fuqaro murojaatlarini tahlil qilish, to'g'ridan to'g'ri shu 1103 raqamlarga kelib chiqqan murojaatlarni tahlil qilish orqali ham o'sha takliflar berildi. Bu takliflarni shundan iboratki, mana o'sha xodimlarni ishga qabul qilishda Argus tizimi bilan demak davlat xizmatini rivojlantirish agentligi bilan hamkorlikda barcha rahbar xodimlar va mana yaqinda prezidentimiz farmonlari ham tasdiqlandi. O'sha davlat fuqaro xizmati registrini tasdiqlash reyestri tasdiqlandi. Mana shu reyestrga kiradigan, bundan tashqari o'sha hattoki shifokorlarimizni ham mana shu Argus bilan birgalikda ishga qabul qilish hozir masalalar ishlab chiqilmoqda. Bundan tashqari mana Xatirchi tumanimizda barcha xodimlarini 1600 dan ortiq xodimlarni hammasi attestatsiyadan qayta o'tkazildi. Hozir attestatsiya natijalariga ko'ra ularni yana o'sha ishda qolish qolmaslik masalasi ham o'sha Sog'liqni saqlash vazirligining buyrug'i va prezidentimiz 88-sonli farmonlari bilan qayta ko'rib chiqilmoqda. Va mana shu attestatsiya jarayonlarini o'tolmaydigan xodimlarga o'sha ogohlantirishlar ham berib borilmoqda. Albatta bu jarayonlarni to'xtatishga haqqimiz yo'q. Mana hozir ham aytib o'tildi, o'sha dori-darmonlar xaridida ham yuzaga kelishi mumkin bo'lgan korrupsion holatlarni oldini olish bo'yicha ham o'sha yagona xaridlar markazini agar tashkil qilinishi bu yil yakuniga yetadigan bo'lsa, unda ham o'sha turli mana shunaqa korrupsion sxemalarni yuzaga kelishi albatta oldi olinadi va aholini sifatli dori bilan ta'minlanishiga ham erishiladi. Bundan tashqari o'sha reimbursatsiya dasturi deymiz. Bu reimbursatsiya dasturida shunaqa bir hozir yo'lga qo'yildiki, o'sha raqamlashtirish orqali mana hozir aka raqamlashtirishni aytib o'tdi. Mana Xatirchi tumaniga ming rahmat, viloyat hokimi tomonidan o'sha 5 milliard 4 milliard 600 million so'm raqamlashtirish uchun yo'naltirildi va bugungi kunda o'sha to'liq kompyuter texnikalari umuman raqam texnologiya bilan to'liq hozir ta'minlanadi. Bu xarid jarayonlarida turibdi. Mana departamentga ham rahmat aytmoqchiman, sababi har bitta o'sha xaridlar jarayonida bizga yordam berib boshda turib o'sha tegishli nazoratni o'rnatib berdilar. Agar mana shu raqamlashtirish, reimbursatsiya dasturi, umuman sug'urta tizimiga o'tish bo'yicha harakatlarimiz hozir yil yakunigacha rejalarni olganmiz. Mana shu rejalar ham men o'ylayman mana shu korrupsion holatlarni, ayniqsa masalan maishiy korrupsiyani ishga olishdagi, dori-darmon xarididagi, umuman o'sha pulli xizmatlar ko'rsatish sohasidagi korrupsiyani oldini olishga xizmat qiladi. Axborotim tugadi. Savollar bo'lsa javob berishga harakat qilaman. Rahmat. Menimcha batafsil tushuntirildi. Shu korrupsiyani oldini olish borasida endi hamma
birgalikda ish olib boryapti. Deputatlar ham ayniqsa mana shu sog'liqni saqlash sohasida maktabgacha ta'lim sohasidagi ishlar doimiy ko'rib borilyapti. Savollar bormi birontada? Tushunarli bo'lsa, savollar bo'lmasa, qaror loyihasi tayyorlangan. Qaror loyihasini ovozga qo'yaman. Marhamat. Savol bormi? Marhamat. Marhamat. Kimda savol bor? Marhamat. Navbat bilan bering savol. Farruxullo aka. Maylimi savol bersam? Marhamat, marhamat. Assalomu alaykum. Nosirova Shoira Normurodovnaman. Savolim Nurali Safoyevga. Mana raqamlashtirish deyapsiz. Shuni Karmana tumanida, masalan, boshqa tumanlarda bir reja asosida qilinyaptimi va oxiri yakuni qachon? Va o'sha mana texnik menimcha shu raqamlashtirish yo'lga qo'yilsa, bu yerda masalan o'sha qancha kompyuter bor, qanaqa kompyuterlar bor degan savollarga menimcha javob sizda ham bo'ladi. Biza mana Karmanani o'rgandik. To'g'ri, kompyuterlar yetishmayotgan joylar ham anchagina ekanda, shuning uchun bu savolni beryapman. Raqamlashtirish reja asosida qachon oxiriga yetadi umuman viloyatimiz bo'yicha? Rahmat javobingiz uchun. Rahmat. Eng aktual savollardan bittasini ko'tardingiz. Mana Navoiy viloyati bo'yicha bugungi kunda tibbiyot muassasalarini to'liq raqamlashtirishimiz uchun endi o'zi faktorlarimiz borda. Mana bu siz aytayotgan kompyuter texnikasi bitta omil bo'lib hisoblanadi. Mana shu kompyuter texnikasi Navoiy viloyatida 1,5 mingga yaqin hozir bizning oxirgi hisob kitoblarimiz 1530 ta kompyuter texnikasini yetishmovchiligi ehtiyoji mavjud. Mana hozir G'ulom O'g'liqulov ham aytib o'tdilar. Bugungi kunda 162 ta kompyuter jamlanmasiga Qatirish tumanida ehtiyojimiz bor edi. Bu tajriba sinov loyihasi doirasida mana bu 100% qoplandi. Bugungi kunda mana Uchquduq, Zarafshon shahri va Uchquduq tumanlarimiz to'liq kompyuterlashtirishga erishildi. Mana hozir demak hurmatli prezidentimizning 197-sonli qarorlari asosida 989 dona kompyuter jamlanmalari Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan bu KFB bank grantlari asosida yetkazib berilishi kerak yil oxirigacha. Agar mana shu hozir 989 ta yetkazib beriladigan bo'lsa, yana mana hozir aytib o'tildi 500 million so'm sog'liqni saqlash boshqarmasiga ajratish rejalashtirilgan. Bundan tashqari 700 million so'm o'tgan safargi kengash qarori bilan tasdiqlangan. Mana agar hozir 1 milliard 300 viloyat boshqarmasiga berilib, qolgan 989 ta respublikadan yetkazib beriladigan bo'lsa, xudo xolasa biz yil yakunigacha 1,5 mingtani rejasidan chiqamiz. Bu ehtiyoj yopiladi. Lekin bu raqamlashtirishdagi bor yo'g'i bu biz endi o'sha o'zimiz jargonda jeleza deydi, temir qismi faqatgina. Buni albatta raqamlashtirish uchun bizani o'sha xodimlarimiz tayyor bo'lishi kerak va bunga dasturiy ta'minot tayyor bo'lishi kerak. Mana hozir xodimlarni o'qitish bo'yicha IT hamshiralarini hozir attestatsiyadan o'tkazish jarayonini aytib o'tdim. Birinchi navbatda mana shu IT yo'nalishi bo'yicha attestatsiyadan o'tkazilyapti va o'qitilyapti. Eng asosiy masala dasturiy ta'minotga keladigan bo'lsak, bu Sog'liqni saqlash vazirligini demak, sog'liqni saqlash sohasida yagona integrator hisoblanadi Uzinfocom. Uzinfocom tomonidan Demet axborot o'sha ta'minot, dasturiy ta'minoti ishlab chiqilyapti. Bu ham bugungi kunda mana endi shunaqa tomoni borki, sog'liqni saqlashni bilasiz, juda o'sha keng tarmoqli bo'lgani uchun o'sha bemorni marshrutini to'liq raqamlashtirish jarayonlari bu bosqichma-bosqich bo'ladi. Hozir bugungi kunda mana poliklinikalar faoliyati deyarli hozir Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan oxirgi yig'ilishda 70% deb belgilandi. Mana shu 70% ga yetkazildi poliklinika tizimida. Albatta bundan keyin statsionar tizimi bor bizada. Bu kasallik varaqalari mana hozirgi kunda raqamlashtirilgan. Bundan tashqari mana tug'ilish o'limni ro'yxatga olish, guvohnomalar berish, Adliya vazirligini dasturiy ta'minotlari bilan birga ishlab kelyapmiz. Albatta mana shu kompyuter jamlanmasini biz yil yakuniga qadar rejamiz bor, bu oxiriga yetkazamiz. Lekin dasturiy ta'minot masalasi mana shu Uzinfocom tomonidan bosqichma-bosqich amalga oshirish ko'zda tutilgan va o'sha mana KFB bankda demak respublika bo'yicha 45 million yevro mablag'lar ajratilgan. Bu Sog'liqni saqlash vazirligi Uzinfocom tomonidan raqamlashtirish oxiriga yetadigan bo'lsa, hozir mana shu yil oxirigacha faqat birlamchi tizimni to'liq raqamlashtirish ko'zda tutilgan. Mana shu dasturiy ta'minotni ishlab chiqish. Va albatta o'sha yagona integrator tomonidan amalga oshiriladi. Boshqa boshqarmalarni yoki hududiy yoki mahalliy darajada bu ishlab chiqilmaydi.
mahalliy darajada bizda asosiy vazifamiz bugungi kunda siz aytgandek kompyuter jamlanmalar bilan ta'minlash va xodimlarni mana shu axborot texnologiyalaridan foydalanishga o'rgatish. Yana bitta savolim, uzr so'rayman. Mana shu viloyat respublikamizda o'sha dasturiy ta'minot bilan ta'minlangan. Bilaman, Uzinfocom endi shu vazifalar bo'yicha respublikamizda yagona dasturiy ta'minot bo'yicha nima qiladigan bir kompaniya. Viloyatimiz bormi shunaqa namunalar? Hozir bugungi kunda raqamlashtirish oxiriga yetgan yoki raqamlashtirish bo'lgan degan viloyatlarimiz bormi? Yo'q, men ayta olaman sizga, bu dasturiy ta'minot hamma joyda bir xil o'rnatildi. Bir xil, bo'ldi, Bir xil o'rnatildi va takomillashtirish jarayonlari kundalik nima o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, o'sha butun respublikada bir xil ko'rinib boryapti. Rahmat. Marhamat, yana savollar bormi? Saodat Jamolni, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi. Nurali Safoyevga bitta savolim bor edi, keyin fikrim bor edi. Mana hozir aptekaga kirsangiz, AA deb yozib qo'yganda arzon apteka deb. Lekin mana shu aptekaga kirsangiz, dorilar qimmatligini ko'rasizda, so'radim, nima uchun bo'lmasa bunaqa qilib yozib qo'yibsizlar? Dorilar qimmatga desam, biz ishchi biz unga javob bermaymiz dedi. Birinchi. Ikkinchi, keyin dorilarni reklamasini deb yozadi. Arzon va sifatli dorilar. Nima dorilar sifatsiz bo'lishi ham mumkin, bu umuman to'g'ri reklama emas-ku. Keyin yana qaysi bir aptekaga kirsangiz, dorilar hech qaysi bir xil narxda emas. Ayniqsa birinchi kerak bo'lgan dorilar hammasi har xil narxda. Mana shularni yoki aptekalarni o'zi narxlarini yozib qo'yishdi. Iloji yo'q, masalan, kelgan payti odam retseptni uzatadi, biron joyda dorilarning narxi hech qayerda masalan ko'rsatib qo'yilmaydi. Bu birinchi. Ikkinchi, keyin mana bu bizda Dolzarb 90 kunlik doirasida Beshkent mahallasi joylashgan bolalar poliklinikasining filiali bor. Beshkent mahallasida o'sha filialda ancha kamchiliklar bor. O'sha kamchiliklarni bartaraf qilish bo'yicha chora-tadbirlarni biz tavsiya etganmiz. Ruxsat bersangiz, mana o'shaga men borsamda shaxsan qabul qilib, Nurali Safoyev o'shalarga yordam bersangiz. Rahmat. Rahmat, Saodat aka, avvalambor savolingiz uchun. Men hozir gapim boshida ham o'sha ma'ruzamda ham aytib o'tib ketdim. Mana reimbursatsiya dasturi joriy qilinyapti. Mana bugungi kunda o'sha reimbursatsiya dasturi bizda ishlayapti. Navoiy viloyatidagi 430 ta demak dorixonalar bilan davlat tibbiy sug'urta jamg'armasi o'rtasida shartnoma imzolandi. Endi u bir qismi mana dori-darmonlarning narxi bo'yicha bizani belgilangan aniq tartib bor. Bu qanday? Bu ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan narx agar ulgurji sotuvchi bo'lsa, bu 15% gacha. Agar bu chakana savdo bilan shug'ullansa 20% gacha narx ustamasini qo'yish huquqiga ega. Ana endi bu narxni ustamasi mana shundan kelib chiqadiki, umumiy narxni xulosasi shundan kelib chiqadiki, bu ishlab chiqaruvchi narxiga bog'liq bo'ladi. Ya'ni dorini ishlab chiqargan narxdan 35% gacha bular ulgurji va chakana savdoda ustama qo'yish huquqiga ega bo'ladi. Kimdir 35% qo'yadi, kimdir 30% qo'yadi, kimdir 20% qo'yishi mumkin. Bu o'sha qonunda belgilangan tartib. Ularning o'sha tadbirkorlik faoliyati bo'lgani uchun narx masalasida mana shu aniq chegara mavjud, bu departament tomonidan nazoratga olinadi. Lekin haqiqatdan aytganingizdek, kimlardir o'sha narxni jalb qilish uchun kamroqqa tushirishi mumkin, kimdir maksimal 35% qo'yishi mumkin. Mana shu narsani muammoni yechish uchun mana 88-sonli farmoyishda va 311-sonli prezident qarorida ham reimbursatsiya dasturini ishga tushirish ko'zda tutilgan. Bu endi reimbursatsiya dasturi qanaqa bo'ladi? Reimbursatsiya dasturida mana o'sha bizada aytamiz, farmatsevtika qo'mitasi tomonidan narxlar har hafta, har oyda o'sha narx o'zgarishiga ko'ra yangilab boriladi. Referent narx deymiz. Mana shu referent narx tasdiqlab boriladi. Bugungi kunda mana biza tibbiyot muassasalari xarid qilayotganda mana shu referent narxlardan oshmasligi kerak. Buni departament tomonidan ham qat'iy nazorat qilinadi. Mana bugungi kungacha oshmagan. Oshgan holati bo'lsa, uni jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Lekin dorixonalarda mana shu referent degan narsa yo'q edi. Lekin mana bu reimbursatsiya dasturi ishga tushgandan keyin mana hozir bizadagi qog'oz retsept shakli yo'qoladi. Mana hozir Xatirchi tumanida bu narsani yo'qotdik. Hozir Xatirchi tumanida biz talab qilyapmiz, faqat oddiy ikki xil retseptimiz bor edi. Oddiy retsept bor edi, imtiyozli retsept edi. Imtiyozli retseptni hozir to'liq elektronga o'tganmiz. Oddiy retseptni ham hozir 100% o'tkazish arafasidamiz. Bu yerda bitta muammo yuzaga kelyapti. O'sha hamma dorixonalarda shartnoma qilishiga qaramasdan o'sha kompyuter texnikasini yo'qligi bir ikkita masalalarni yuzaga keltiryapti. Buni ham hozir taklifi berilgan.
o'sha mana shu reimbursatsiya dasturiga ulanishni litsenziya sharti qilib qo'yish bo'yicha Sog'liqni saqlash vazirligiga taklif kiritilgan. Bu hozir o'zgartirish bo'yicha yaqinda bu narsa amalga oshadi. Sababi o'sha Obul Qamandarovich boshchiligida o'tkazilgan yig'ilishda ham bu narsa ko'tarildi va bizga shu axboroti berildiki, mana yaqinda shu reimbursatsiya dasturi litsenziya talabi bo'ladi. Bundan keyin reimbursatsiya dasturiga ulanmagan dorixona litsenziyasiz faoliyat yuritgan bo'lib qoladi. Bu nima degani? Bu reimbursatsiya dasturi degani mana shifokorni oldiga kelsangiz sizga yozib beradigan dorisini bundan keyin taqiqlanadi. Mana agar biz hozir 1,5 mingta kompyuter joyiga qo'yib olganimizdan keyin taqiqlanadiki, qog'ozda retsept yozib berish. Har qanday retseptni o'sha sistema orqali yozib berish kerak bo'ladi. Sistema orqali yozilgandan keyin mana hozir aptekalarda markirovka tizimi joriy qilindi. Bu sog'liq bilan bog'liq. O'sha NDSini hisoblashda markirovka tizimiga to'g'ri kelmasa 2 barobar soliq hisoblaydi. Hozir markirovka tizimiga ham bular o'tyapti. Mana agar shu to'liq biza reimbursatsiya dasturiga o'tadigan bo'lsak, hech kim o'sha referent narxdan yuqori narxda dori sota olmay qoladi. Agarki fuqaroni o'zi retseptsiz borib dorini talab qilib uni olmaydigan bo'lsa. Shifokor tomonidan yozildimi, hammasi o'sha reimbursatsiya tizimi hozir biz aytgan limitga tushadi. Bu biz hozir aptekalar bilan shartnomasini 100% qilib bo'ldik, lekin to'liq ishlayotgani yo'qligini sababi shu litsenziya shartiga hali kiritilgani yo'q. Mana shu masala bilan siz aytayotgan dori narxi bir xil bo'ladi. Uni keyin nazorat qilish kerak bo'lmaydi. Sababi kim agar o'sha referent narxdan yuqori sotadigan bo'lsa, dorisi bo'ladigan bo'lsa, bu avtomatik tizim unga yozmaydi. Dori-darmon yozmaydi. Mana bu narsaga olib keladi. Shifokor o'sha yozgan retseptini agar tizimda ko'rsatmasa, bu kasallik ko'rmadi bo'lib oylik ola olmaydi. Shuning uchun majburiy bo'lib qoladi. Bu reimbursatsiya tizimi orqali siz aytayotgan masala o'zini yechimini topadi. Beshkent mahallasi bo'yicha juda ham men katta rahmat aytmoqchiman. Shu mana Obul Qamandarovich tomonidan o'sha deputatlarimiz ham yordam beradi degandilar. Mana hozir mana shuni natijasini ko'rib turibmiz. Agar o'sha yerdagi muammo kamchiliklar bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, biza kattakon rahmat aytamiz. Tayyormiz birgalikda ishlashga va o'sha yerdagi har qanday masalani qonun doirasida bartaraf qilishga. Rahmat. 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 Yana savollar bormi? Bo'lmasa savollar bo'lmasa, hozir mana Nurali Ne'matullayev ham yaxshi ham o'zi ham taklif kiritdi. Haqiqatan deputatlarni bu borada ayniqsa shu aptekalar, dori-darmon masalasida xalqimizda juda ko'p savollar, ba'zi vaqtda norozichiliklar ham kelib chiqyapti. Mana shundan kelib chiqqan holda mana bizni Adolat Sotsial demokratik partiyamiz bu ijtimoiy masalalar bo'yicha ko'proq shug'ullanadi. Mana shular jamoatchilik nazoratini o'tkazishlaringizni so'raymiz, xo'pmi? Deputatlar bilan birgalikda jamoatchilik nazoratini o'tkazib, mana Nurali Ne'matullayevichdan qancha agar mutaxassis kerak bo'lsa, mutaxassisdan yordam beradi, jamoatchilik nazoratini o'tkazinglar. Qaranglar, so'rov o'tkazinglar, qaysi aptekalardan aholi ko'proq norozi bo'lyapti, qayerda shunaqa muammolar bo'lyapti. O'shada bir jamoatchilik nazoratini o'tkazsanglar, keyingi nimaga tayyorlab kiritasizlar. Xo'pmi? Rahmat. Nurali Ne'matullayev, rahmat sizga. Boshqa savollar, masalalar bo'lmasa, ushbu masala bo'yicha qaror loyihasi tayyorlangan. Qaror loyihasiga hozirgi bildirilgan mulohazalar, takliflarni to'ldirgan holda ovozga qo'yaman. Marhamat, rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Rahmat, qaror qabul qildi. Rahmat sizga. Hurmatli deputatlar, keyingi masala viloyatda aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini ommalashtirish, jismoniy tarbiya, sportni rivojlantirish borasida amalga oshirish ishlar to'g'risida bo'lib, so'z viloyat sport boshqarmasi boshlig'iga berilishi kerak edi. Lekin noma'lum sabablarga ko'ra viloyat sport boshqarmasi boshlig'i ishtirok etmayapti. Shuning uchun kotibiyatdan so'raymiz. Bu borada viloyat sport boshqarmasi boshlig'idan tushuntirish talab qilasiz. Tushunarlimi? Tushuntirish talab qilib sessiyaga kiritasiz. Nima sababdan noma'lum sabablarga ko'ra qatnashmayapti va masala ko'rib chiqilmaydi sessiyada o'zi bo'lmaganligi uchun. Hurmatli deputatlar, keyingi masala xalq deputatlari viloyat kengashining qaroriga qo'shimcha va o'zgartirish kiritish, qishloq xo'jaligi uchun mo'ljallanmagan yerlar uchun yuridik shaxslar bo'yicha 2025-yilda Navoiy viloyati uchun mutlaq miqdorda belgilangan yer solig'ining bazaviy soliq stavkalariga qo'llaniladigan koeffitsiyentlarni Karmana tumani uchun kamaytirish to'g'risida bo'lib, ushbu masala yuzasidan so'z viloyat soliq boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Rajabov Valijon Xudoyberdiyevga beriladi. Marhamat.
Assalomu alaykum, G'ofur Quvvatovich, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Assalomu alaykum. G'ofur Quvvatovich, o'z xabaringiz bor. 3-4 marotaba shu Karmana tumani bo'yicha tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha juda ko'plab murojaatlar qilindi. Shundan kelib chiqib, Karmana tumani hokimining 25-yil 28-apreldagi murojaat xatida hamda iqtisodiy rivojlanish darajasi hamda mahalliy davlat hokimiyati organlarining joriy yil uchun belgilangan mahalliy byudjet prognozidan kelib chiqib, 25-yilda yuridik shaxslarni yer soliqlariga kamaytiruvchi, oshiruvchi koeffitsiyentlarni belgilash huquqi berilgan. Bu yerda viloyat xalq deputatlari kengashiga tumandagi koeffitsiyentni 0,5 dan 2 gacha, tumanni bazaviy stavkasini 0,5 koeffitsiyentdan 2 koeffitsiyentgacha ko'paytirish hamda kamaytirish huquqi bor. Xuddi shunday tuman xalq deputatlari kengashini 0,7 koeffitsiyentdan 3 koeffitsiyentgacha kamaytirish, ko'paytirish huquqi berilgan. Bugungi kunda Karmana tumanida o'sha xabarlaringiz bor. M37 yo'li yoqasida to Navoiy viloyatini Samarqanddan kirib kelish chegarasidan Buxorogacha tugash chegarasigacha juda ko'p yangi loyihalar asosida tadbirkorlar o'z loyihalarini amalga oshiryapti. Bu yerda asosan Malik mahallasi hududiga juda ko'plab loyihalarni bajarish jarayonida bir qator muammolarga duch keldik. Shu jumladan 1 gektar yerni uchun belgilangan koeffitsiyentlarni oshib ketishi natijasida soliq stavkalari juda yuqorilab ketganligi uchun tadbirkorlarimizni murojaatlarini inobatga olib, shuni sizlarni ixtiyorlaringizga taklif kiritishni lozim topdik. Xabarlaringiz bor, mana Karmana tumani uchun 1 gektar noqishloq xo'jalik yerlarining yer solig'ining bazaviy stavkasi ilgari 45 million so'm etib kiritilgan edi. Hozirgi kunda biz buni qaytib o'sha loyiha qildikki, kamaytiruvchi koeffitsiyentlarni qo'llab 21 million so'm etib belgilash taklifi kiritildi. Bu yerda sizlarga 0,5 dan 2 gacha oshirish, ko'paytirish huquqi berilgan. Bu loyihalarni biz kengashga taqdim qilganmiz. Shuni ko'rib berishlaringizni iltimos qilamiz. Endi bu asosiy masalamiz, yana aytamiz, bu yerda faqat bitta mahallasiga ko'proq urg'u beriladi, ya'ni tadbirkorlikni rivojlantirish uchun hali ular qurib bitkazilmasdan ularning 1 gektar yeri qariyb 70 million so'mni yaqiniga bordi. Bu juda ham og'irlik qildi tadbirkorlarimizga. Shundan kelib chiqib shuni taklif kiritdik. Hozirgacha asosiy masalamiz shu, oldingi o'zgarishlarimiz bo'yicha axborot berganmiz. Endi asosiy bizning murojaatimiz mazmuni shu. Katta rahmat, Valijon Xudoyberdiyevich. Hozir bu nimada Karmana tuman soliq bo'limi boshlig'i ham qatnashyapti, Ahmedov Alisher Ahmedov. Alisher Ahmedovda qo'shimchalar bormi? Assalomu alaykum, sessiya ishtirokchilari. Assalomu alaykum, Quvvatovich. Qo'shimchalar yo'q. Shuni olamiz, Quvvatovich. Rahmat. Bu masalani o'tgan sessiyada ham hurmatli deputatlar ko'rib chiqqan edik. Haqiqatan ham shu tadbirkorlarimizga qulaylik yaratish maqsadida mana shu M37 avtomagistral yo'lini atrofida tadbirkorlik subyektlarini ko'paytirish, natijada shu aholiga xizmat ko'rsatish sifatini ham sonini ham oshirish masalalari qo'yilgan. Mana shundan kelib chiqqan holda shu kamaytirish koeffitsiyenti qo'llanilyapti. Kimda boshqa savol, takliflar bormi? Tushunarli bo'lsa, o'tgan safar ham ko'rganmiz. Qaror loyihasini ovozga qo'yaman. Marhamat, rozilar? Rahmat. Qarshilar? Yo'q. Betaraflar? Yo'q. Qaror qabul qilindi. Rahmat. Valijon Xudoyberdiyevich, rahmat. Chiqib ketishingiz mumkin. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, bugungi sessiya kun tartibiga kiritilgan barcha masalalar ko'rib chiqildi. Agarda boshqa fikr, mulohaza va takliflar bo'lmasa, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokidagi ishtiroklaringiz uchun rahmat. Boshqa masala, taklif, savollar yo'qmi? Yo'q bo'lsa, shuning bilan Xalq deputatlari viloyat kengashining navbatdagi 14-sessiyasini yopiq deb e'lon qilaman. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat katta.